Hammalarga salom. Sizlar bilan yana Kixon. Bugun men sizlarga HP-jonda qanday qilib protivnik yutib olishni o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanday yutib olishni o'rganib olasizlar. Videoni boshlashimizdan oldin shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Ko'rib turibsizlar, protivnik yerga nok qilib, kamiga dabitan yuborganmiz. Protivnik hozir tiltda. Normal urin bergandan keyin любой PUBG o'ynayotgan odam push qiladi. Bu 100 talik. Biz shundan foydalanib, protivnikni chiroyli qilib yutib olamiz. Bunaqa vaziyatda shoshilmasdan o'zlariga qulay pozitsiyaga kelib olib, protivnik bilan otishma qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, protivnikni bir dona otgan o'qi ham bizga tegmadi. Даже otishga ham uspit qila olmadi. Bunaqa foydali videolarni yo'qotmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga yana bitta zo'r yangiligim bor. YouTube'da 9000 ta bo'lgani munosabati bilan Telegramda o'z akkaunt savdo kanalimni ochdim. Bemalol kirib o'zingizlarga yoqqan akkauntdan sotib olishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi profilda bo'ladi. Hammalarga rahmat.